Ediqut Yulduzi nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Manguluk ko'k tangri, sen bizni yarattın, sen hammaga qodir. Sening qo'llashing va madad berishing bilan men urug' ajdodlarimizning yovuz dushmanlarini yer bilan yakson qildim. Otam Yasukay Boturni tatorlar zaharlab o'ldirgan edi. Men jin sulolasi va karaylar bilan birlashib tatorlarning kattalarini yo'qotdim. Puhralarni o'zimga al qilib qo'shib oldim. Keyin taqdirning o'zgarishchan shamollari mening umid va ishonchimni ostin ustun qilibdi. Karaylarning To'g'rul Van xoni marhum otamning qo'l berishgan do'sti edi. Jamuqa Botur mening bolalik davrimda qo'l berishgan eng yaqin do'stim edi. Endi ularning har ikkisi menga dushman bo'ldi. Ular gumon va hasadning qamchilishi bilan meni yo'qotmoqchi bo'lib, qo'shin tortib chiqishdi. Ay manguluk ko'k tangri, sening qudrating bilan men ularning har ikkisini mag'lub qildim. To'g'rul Van xon mendan qochib Oltoyga borgan edi. Naymonlar tarafidan o'ldirildi. Jamuqami Oltoyga qochib berib, Naymonlar bilan birlashdi. U endi Naymonlarning Tayon xonini kushkurtib, yana men bilan urushmoqchi bo'lib o'tdi. Ay manguluk ko'k tangri, menga madad bergin. 9 quyruqlik oq bayroqimga g'alaba ato qilgin. Ko'k osmon, qo'ng'ir yerni menga yordamga solgin. Yaxshi yomon ruhlarning hammasini dushmanlarimni tiz pishtirishga avatgin. Ay manguluk ko'k tangri. Tangriga iltijo qilish faoliyati tamomlangandan keyin Temujin o'rnidan turib, molg'ini qayta beshig'i kiydi. Dalbig'ini beliga chung tortib bog'ladi va dodil qadam tashlab tog'dan tushdi-da, yurishga tayyor holatda turgan qo'shin sepining oldiga kelib, gavdalik oq bo'z etig'i mindi. Bayroqdor yigit 9 quyruqlik oq bayroqni egiz ko'tardi. Qo'tos terisidan yasalgan do'mboqlar hayvatlik guldirladi. Temujin boshchiligidagi Mo'g'ul qo'shini kun petish tarafga otlandi. Naymon chegarasiga yaqinlab kelganda, Temujin bir turkum charlig'uvchilarni ayirib, ularga ko'ni egarlik o'ruq otlarni berdi va qanday qilish kerakligini tushuntirib qo'ydi. Charlig'uvchilar bir toqqa chiqqanda Naymonlarning qorovullari bilan uchrashib qoldi. Har ikki taraf bir-birlariga o'qiyalardan o'q uzishdi. Shuningdan keyin Mo'ng'ul charlig'uvchilar ko'ni egarlik o'ruq ishki otni shu joyda qoldirib tez chekinib ketdi. Naymonlarning qorovullari Mo'ng'ullar qoldirib ketgan bu o'ruq otlarni tutib aketdi. Tayon xon bu haqdagi ma'lumotni olgandan keyin oq kigiz uyidan chiqib, heliqa Mo'ng'ul otlarini ko'rdi. Ularning otlari bak o'ruqkan-ku. Egar jabduqlarimi bak ko'n ekan, deb so'z qatdi shu yerda turgan oqsoqollardan biri. Tayon xon bu otlarning cho'risidan oylinib, bir qur ko'rib chiqqandan keyin yenida turgan bir sarkardidan so'radi. Mo'ng'ullar qistab kelib qopdi. Ular bilan tutishib baqsaq, yengishga huddi qilg'ili bo'lamdi. Temujin mushundaq avoqatlar bilan kelgan bo'lsa, qandaqmi urush qila olsin? Bizning yengishimizda gap yo'q, dedi sarkarda. Tayon xon rozimanlik bilan beshini langshitib qo'ydi. Undaq bo'lsa, jangga tayyorlik qilayli. Mo'ng'ul sarkardalari Temujinning bargohida bosh qo'shib, Naymonlar bilan qandoq urush qilish to'g'risida maslahatlashdi. Bizning jangchilarimiz az, uning ustiga uzoq yo'llarni besib charchab ketdik. Shunga mushiyada jangchilarimizni tarqoqlashtirib aram olayli. Otlarimizni mo to'yg'izib olamiz. Odamlarimizning har biri bahshaga kechlab gulxon yoqsin. Naymonlar gulxon otlarini ko'rib, bizning odamlarimizni nihoyat ko'p deb o'ylab qolsin. O't bilan ularni aldab qo'rqitayli.
Biz ularni Gulxon bilan qo'rqitib turguncha otlarimizmi to'yinib bo'ladi. Shuningdan keyin Naymanlarning qaravullarini g'ol qo'shini turishlik joyigacha qo'g'lab olsak, ular patparaq bo'lib ketadi. Ana shu chaqda hujumga o'tsak bo'lmasmi? Dedi sarkardalardan biri. Shundoq qilayli. Dedi Temujin ishonchiga to'lg'an talaffuzda. Shunda qilib, qorong'u tushishi bilanla har bir jangchi 5 yerga gulxon yiqib, kang dalida tarqoqlashib to'nadi. Egiz tog' cho'qqisida turib, sonsizlagan gulxonlarni ko'rgan Naymon qaravullari ajablandi. Mo'ng'ul cheriklari oz deyishgan edi-ku. Yoqqan gulxonlari yulduzlardami ko'p turmamdi? Deyishdi ular va Toyanxonga odam avatib, ahvolni ma'lum qildi. Toyanxon tong saharda bu ma'lumotni anglagandan keyin betikchisi Tata To'ngani oq kigiz uyiga chaqirdi. O'g'lim kuchlikka betik yozayli, dedi xon. Xo'p, dedi betikchi va qog'oz, qalam, siyohni tayyorlab shira ustiga qo'ydi. Toyanxon betikning mazmunini oldirmay tafsiliy so'zladi. Tata To'nga qumush qalamni qora siyoh qichilab, uning aytganlarini qog'ozga yozdi. O'g'lim kuchlik. Temujin degan sisiq Mo'ng'ul qo'shinni boshlab kelib qoldi. Ularning kechida yoqqan gulxonlari yulduzlardanmi ko'p deydi. Qaraganda Mo'ng'ullar xeyli ko'p o'xshaydi. Hozir ular bilan urushsak qandoq bo'la? Bu Mo'ng'ul degan yavoylar yuzdan qora qon eqib tursimi, o'zini daldaga olmaydigan ko'z haq. Mo'shundaq jahillar bilan tayyorliksiz urushganning foydasi bo'larmi? Mo'ng'ullarning otlari uruqgan. Shunga butun elimiz bilan ko'chib, ularni itda kaynimizdan agashtirib, Oltay tog'larining ishkisiga boshlab kelayli. Bizning otlarimiz samirib, tiqilib ketdi. Mo'ng'ullarning uruq otlari yerib qoladi. Shu chaqda biz kaynimizga burilib, ularning jajsini berayli. Toyanxon qiyirib ojizlab qolgan bo'lg'achqa, xalqning cho'ng-kichik ishlarini bir taraf qilishda o'zining taxt varisi kuchlikka toyinib va uning fikrini elib ish qilishga odatlanib ketgan edi. Qiyni qiziq kuchlik bo'lsa, o'zining muloyim otisini hamisha bo'shoqlikqa ayiblab, g'udrabli yuratdi. Bu qitimmo shundoq bo'ldi. U Toyanxonning choparmini akelgan putukni o'qib chiqqandan keyin o'ziga hamroh bo'lib turgan song'ullarning oldida xon otisining yuz xotirasini qilmay, uningga haqorat keltiradigan kinoyalik so'zlarni yog'dirib-etdi. Xon otamning xotin kishida qo'rqib ketib degan gapini qaranglar. Mo'ng'ullar ko'p bo'lsa nima bo'pti? Do'stimiz Jamuqoning Mo'ng'ullari uningdan ko'p emasmi? O'zining ordisidan sirtqa chiqib baxmagan, harbi chaqaga bog'liq mo'zayning o'tlagan yerigacha berib baxmagan bechora xon otam qo'rqib ketib mushu putukni avatibdi-da. U Temujinni mansitmaslik talaffuzi bilan Toyanxonga toptani qilib, yana bir muncha qo'yinadi. Choparman qaytib kelib, Toyanxonga kuchlikning gaplarini aynan yetkazdi. Toyanxon shuklab, miskillashib qoldi. U Xoqonliqning belgisi bo'lgan oq kigiz uyda oqsoqol to'ralarning hamrohligida o'ltirib xitob qildi. Ey botir hakavur kuchlik. Urush kuni kelgandimi, mo'shundoq botirligingdan yonmasang bo'ldi-ku. Dushmanlar besib kelib, urush chepish boshlansa, ulardan qutulaman deb xom xiyol qilmagan. Toyanxonning bu hasratlik xitobini olgan katta to'ralardan biri xonga norozilik bildirib ta'na qildi. Ey ulug' buzrukvorimiz Toyanxon, otang Inach Bilgixon o'zi jangga tushib, dushmanlarga yigitlik dumbasini, tulporning sag'risini ko'rsatmagan. Mo'ng'ullarning kelganini anglab qo'rqib ketganing nemisi? Asli sening o'rnida onang gurbasi ayol bo'lsa-mu qo'shinga igidorchilik qilsa bo'pti-kan. Afsuski, u qeyrib ketdi. Ey buzrukvor Toyanxon, Botirxonga o'xshamay qolding. Mo'ng'ullarning ta'li keldi jumu. Amdi yavaş Toyanxonning arvohi ushdi. Baribir qiynildigandan o'ladigan jongo bu. So'qsak so'qshayli, dedi u zarda bilan varqirib. Tog' o'rmonlar larziga keldi. Naymon qo'shini yurishga otlandi. Toyanxon butun o'lus, butun al qo'zg'ilib, Temujinni yo'qotayli deb yorliq tushirgan edi. Tata To'nga to'xtamish va Torlanmo Toyanxonga agishib yo'lga chiqdi. Toyanxon oq ko'ngil, fazilatli xon.
Avliyo anbiyolarning pok ruhlari uningga madad bergay. Dedi Tata To'ng'a chor soqilini tamkinlik bilan siypash turib. Bu yerdimi xotirjamlik topolmadim. Men asli Mo'ng'ullar bilan emas, qora qitonlar bilan urushni xohlaydim. Dedi To'xtamish Turkan Oyxon qiz bergan qora arg'amiqini yangi ustozi Tata To'ng'aning etig'i yondashtirib kelib edi. Biz Nayman elida panohlandik. Shunga Naymanlarga sodiq bo'lib, botirlik bilan jang qilishimiz kerak. Dedi Tarlanmu ular bilan bir qatorda etini yo'rg'ildi. Uchaylan Nayman cheriklariga o'xshash o'q o'tmaydigan kun sautlarni va qattiq kun dubulg'alarni kiyishib, yo'llariga qilich xanjarlarni osqan edi. Nayman qo'shuni jira-jiralardan chiqib, tog'dan toqqa holqib, olg'a ilgirlab ketaverdi. Jamuqaning Mo'ng'ul qo'shunimi ularga qo'shilib otlandi. Temuchinning chorlig'uvchilari otlarini uchqandek choptirib kelib, Nayman qo'shunining jangovar holati yiqilib kelayotganlik xabarini yetkazdi. Mo'ng'ul qo'shunimi allaqachon safarvarlikka kelib bo'lgan edi. Saud dubulg'i kiyib, sap oldida oqbuz etining tizginidan tutib turgan Temuchin o'z yenida to'plashib turgan noyalariga o'ngiltib, yuqori ovozda mundaq dedi. Bugun shundoq bir jang qilaylikki, tillada doston bo'lib qolsin. Ular ko'p bo'lsa ko'pini, oz bo'lsa izini, qancha bo'lsa shunchasini bu jahondan yo'q qilaylik. Temuchinning yenida turgan song'ullardan biri ko'zlaridan o't chaqnatib xitob qildi. Dalada jaran qo'lganda tez ilgirlab, tog' daryolarda shiddatli etilib, temir paldak yerib kirib, ular bilan ilishayli. Shuning bilan Temuchin cho'ng insi qasarni g'ol qo'shinga qo'mondonlik qilishga, kichik insi o'tchiginni zapas otlarini boshqarishga buyurdi va o'zi zarbidor qo'shinni boshlab hujumga otlandi. Bu chaqda Nayman qo'shuni tog'dan tushib, sap tortib turgan edi. Toyanxon bilan Jamuqa o'z qo'shinlarini birlashtirib jangga tushdi. Xonzoda kuchlik o'ng qanot qo'shinga yetakchilik qilib, yon tarafdan qurshab kelish uchun yurib ketdi. Temuchinning zarbidor qo'shini tashabbuskorlik bilan ot selib, Toyanxon va Jamuqaning birlashma qo'shiniga zarba berdi. Ikki tarafning saplari qo'shilib o'rlashib ketdi. Mo'ng'ulg'an ot tuyoqlarining do'pirlashlaridan yer zimin chok-chok bo'lib yerilib ketadigandek tuyulatdi. Har ikki taraf jangchilarining qo'llarida ajal yetkazguchi qilishlar raqiblarning tanlarini parchalab yiqitishga boshladi. Har ikki taraf jangchilari bajoyiki Arslan o'kizning qornini yorgandek sapni yerib ilgirlashga tirishadi. Kuchab qilich urayotgan, g'ulachlab nayza etayotgan jangchilarning o'ng selib tovlashlari, po'lat tig'larning bir-biriga urilib jaronglashlari palakka o'rilmoqda edi. Ajallik zarba yeb yiqilgan odamlar ko'paygili turdi. Egisiz qolgan otlar qattiq kishnab jang maydonidan badar qochmoqda edi. Bara-bara Temuchin qo'shini ustunlikni egiladi. Toyanxon va Jamuqa qo'shinlarining saplari yemirilishga boshladi. Mo'ng'ullar g'olibona hurra to'lab, kun nurida yiltirab turgan agri qilishlarini o'ynatib, shiddat bilan besib kelmoqda edi. Egiz do'ngga chiqib jang vaziyatini ko'zitib turgan Toyanxon o'z yenida turgan Jamuqa ang oldida chepib kelayotgan Mo'ng'ullarni ko'rsatib so'radi. Qarag'ina Jamuqa, xuddi qo'y qo'yilgan och bo'rlardek quturib kelayotgan kim o'zi? G'azab va hayajondan titrab turgan Jamuqa tishlarini kirishtirib tushuntirdi. Ang oldida kelayotgan to'tini ko'rdingizmi? Ular Temuchinning to't g'oljir ishdi. U to't ishni kimlar deb so'rasangiz, o'ng yonda kelayotgan ikkisi Jabi bilan Qublay, so'l yonda kelayotgani Jalmi bilan Subutay. Ular xuddi odam go'shini yan qiladigan vahshiy nimalar. Bu to't qonxo'r ishning endi zanjiridan bo'shinib, xushalligida o'ynashib, sho'lkaylarni oqqizib kelayotganini ko'mdingizmi? Ular o'limning nimaligini o'ylab qo'ymaydigan, o'tqimi, sug'imi kirib ketaveradigan talvalar. Undaq bo'lsa, u yavoyi pastlardan yiroq turayli. Dedi Toyanxon va o'z qo'shinini tuzlang tolidan chekindirib, tog' bag'rida yangidan sap tuzdi. Lekin Temuchinning heliqi to't g'oljir ishdi to'xtamay besib kelaverdi. Naymonlar
va Jamuqaning Mo'ng'ullari yomg'irdak o'q yog'dirib, yenik uchar nayzlarni etib, to'piliklardan toshlarini do'miltibmi, ularning yo'lini to'sib qola olmadi. Temujinning 9 quyruqliq oq bayrog'ini ko'targan zarbador qism qistab kelib, tog' bag'riga chiqishga boshladi. Egiz to'pilikdan pastga qarab, vaziyatni ko'zatayotgan Toyonxon yenidagi Mo'ng'ul saptishi Jamuqadan yana so'radi. "Bu bayroqning oldida osh burkitdek tomushqini so'zib kelayotgan kim o'zi?" Jamuqa past tarafni qo'li bilan ko'rsatib javob berdi. "U oqboz ot minib kelayotgan devini damsiz. U dal Temujinning o'zi shu. Siz boya jang boshlanishdan burun "Ey Naymon polvonlari, bu siz yavoylarni chiqoq o'g'loqlariga qo'ymay qirib tashlana degan edingiz. Mana endi shu gapingizning dadini tortadigan o'xshaymiz. Ular haqiqatan bek chin so'qishdi ekan. Endi toqi chiqib, boshqa sap tuzayli", dedi Toyonxon. Shunda qilib Toyonxon bilan Jamuqa egiz tog' cho'qqisini eng oxirgi istehkom qilib toladi. Afsuski, bu yerda mo ish aplashmadi. To'xtamay hujum qilayotgan Mo'ng'ullar uzluksiz qistab kelib, tog' cho'qqisiga yaqinlashmoqda edi. Qirilib, soni ozlab ketayotgan Naymon jangchilarining saplari buzilib qolaymi qolishib ketdi. Mo'ng'ullarning qiqas cho'qan silib varqirashlari yiqilib bir yerlarda olinib turadi. Naymon sarkardalari o'z cheriklarini boshqara olmay qoldi. Vahima bosgan cheriklar pitirab qochqili turdi. Oxir chor soqolliq Toyonxonmu sodiq navkar va qo'riqchilarni boshlab jangga tushib ketdi. U oxirgi paytlarda o'z navkarlarga boturlikdan ulgu ko'rsatdi. U uzun putluq, g'oz bo'yin oqbuz arg'amaqini bo'randek choptirib, bo'sib kelgan Mo'ng'ullarning orasiga shung'ib kirib ketdi. Va aynakdek volildab turgan agir qilichini o'ng'imu, so'lg'imu butun kuchi bilan urib, ikki Mo'ng'ulni do'miltib tushiribdi. Birining etini yiqitdi. Buni ko'rib ruhlangan navkarlar kuchiga kuch qo'shilgandek bo'lib, jon tikib elishdi. Tog' cho'qqisi Mo'ng'ul va Naymonlarning jasadlari bilan to'lib ketdi. Butun Oltoy diyorida munda qonli qirg'inchilik texi ko'rilib boqmagan edi. Shu asnoda taraf-tarafdan kelayotgan qilich va nayzlarning zarbasidan Toyonxon yoridor bo'ldi. Oqbuz arg'amoq uni jang maydonidan elib qochdi. Qirg'inchilikdan omon qolgan bir necha song'un va bir turkum navkarlarmo xon bilan birga qochib qutuldi. Tata To'nga, To'xtamish va Tarlanmo shularning ichida edi. Oltoy tog'lari Mo'ng'ullarning oyoq ostida qoldi. Toyonxon tashlab ketgan oq kigiz uyning yeniga Mo'ng'ullarning 9 quyruqliq oq bayrog'i qadaldi. G'olib Temujin Toyonxonning shu oq kigiz uyiga kirib, orom oldi hamda ot, qo'y so'ydirib, jangchilarga ziyofat berishni buyurdi. Asirlarni yig'ishga mas'ul bo'lgan cheriklar Toyonxonning onasi Gurbasuni Temujinning oldiga akilishdi. Temujin gullik tovar to'n kiyib, quloqlarga oltin sirg'ilarni solgan esil supat mo'mayga kinoyilik nazari bilan qarab kulimsiradi. "Sen Mo'ng'ullarni sisiq deb ekansan-ku. Mana endi nima deysan?" 8-bob. Qizil suruqliq tamg'a. Toyonxon qilich tutib, jon tikib jang qilayotgan paytda Jamuqa o'zining bu baxti qora ittifoqdoshiga yordamlashish u yoqda tursin, aksicha o'z qo'shinini boshlab badar qochdi. U endi Naymonlarning tugashganligini pamlab, Temujin bilan birga dushmanlashayotgan markitlarning hukmdori To'xtabekka qo'shilishni ko'zlagan edi. Yaralangan Toyonxon tog' o'nkirida 2 kungacha yoshirinib yetib, qon ko'p eqib ketganlikdan mangulikka ko'z yumdi. Navkarlar o'rmonlikdagi yumshoq qora tuproqni qilich va nayzlar bilan ko'lab, marhum xonni ko'mib qo'ydi. Shu kunila Mo'ng'ullarning chorlig'uchi qismi bu yerga kelib qoldi. Omon qolgan ozg'ina Naymonlar har taraflarga qochib pitirab ketdi. Mo'ng'ullar ularni qo'g'lab, ba'zilarini qilichdan o'tkazdi. Ba'zilarini salma tashlab, orqon bilan bog'lab elib mo'ndi.
Tata Toңa Nayman ordisining o'ziga topshirilgan tamg'isini qo'yniga tiqib, nega berishini o'zimi bilmay, etini choptirganicha o'zi yolg'iz o'rmonga ichkirlab ketaverdi. Bütün atrofda Mo'ng'ullar ot choptirib, suran selib, qochgan Naymanlarni qo'g'lab yurishatdi. Tata Toңa bu yerdan tezroq qutulib ketishga oldirab, etini qamchilaydi. Endi nagimi boraman? Boshqalarni nadin topaman? To'xtamish bilan Tarlon nagimi ketgandi? deb o'ylaydi u. Qo'g'lab kelayotgan Mo'ng'ullarning shapsi yiqili yerdan anglanib turadi. Hey, tutilib qoladigan bo'ldim. Boshqa Naymanlar nagi ketdi? Xonzoda kuchlik nadi yuridigandi? Mo'ng'ullarning qattiq varqirashlari anglandi. Daraxtlar orasidan nurg'un Mo'ng'ul chavandozlarining qarisi ko'rindi. Qanday qilish kerak? Yana qechiveraymi yoki bir yerga mo'kinib olaymi? Halbuki Tata Toңa qechishqimi, mo'kinishqimi ulgurmadi. U qo'rshovda qolgan edi. Mo'ng'ullar har tarafdan qo'rshab kelib, uni to'xtashga majbur qildi. Ay muqaddas bu satva sakyamoni. Avliyo anbiyolar menga madad bergaysan. deb xitob qildi Tata Toңa etini to'xtatib. Mo'ng'ullar otlarini uning atrofida cho'rgilatib, uningga qiziqib qarashib, un selishdi. U joncha emaskan-ku. Yoshinib qolgan odamkan. Chiroydan qaraganda Naymanlarga o'xshamaydigandek turdi. Tata Toңa hozir o'zi qilich urilishini yoki nayza sanjilishini kutib, un chiqmay turadi. Shu arada Mo'ng'ullarning cho'nglaridan biri etini yo'rg'ilitib kelib, uningga sinchilab qaradi. Nima odamsan? Qaysi yurtning odami? deb so'rdi u. Men Tayonxonning betikchisi. Asli Bashbaliq shahardan bo'laman. deb javob berdi Tata Toңa. Qaraganda oddiy odam emasdek ko'rinsan. Qolgan gapni yo'lboshchimiz Temurchin o'zi so'rsin. Ma! Mo'ng'ullar Tata Toңani orig'i elib qaytirib mangdi. Temurchin Tata Toңa to'g'risidagi gapni anglab, uningga qiziqib qoldi. Uni bu yerga akilinglar, dedi u. Tata Toңa tog'lar ichidagi Nayman ordisi qilingan joyga yana qaytib keldi. Ammo bu yerda endi Naymanlar yo'q edi. Hamma yerda Mo'ng'ullar ko'rinib, hamma yerdan Mo'ng'ulcha so'zlashishlar olinib turadi. Ikki Mo'ng'ul Tata Toңani oldiga selib, Tayonxonning ilgirki oq kigiz uyiga boshlab keldi. Biroq bu uyda endi Tayonxon yo'q edi. Ilgari Tayonxon o'ltirgan to'rdagi qoplon terisi silingan o'rinda Saud dubulg'i kiygan boshqa bir kishi chozi qurib kerilib o'ltiradi. Qaramoqqa uning yosh qurami Tayonxondan oncha farqlanmaydi. Ammo bo'ybasti egiz va qovul edi. U ikki Mo'ng'ulning hamrohligida kirib, paygohda to'xtab qolgan Tata Toңaga tikilib qarab olgandan keyin surlik qiyofatini o'zgartmasdan buyruq qildi. O'ltir. Tata Toңa bu notanish Mo'ng'ul hukmdorining oldidagi ta'limotga yukinib o'ltirdi. Tata Toңani yolib kirgan Mo'ng'ullardan biri yoltiroq shalparga o'ralgan qattiq bir buyumni Temurchinning oldiga qo'ydi. Buni u qo'yniga tiqib yurgan ekan, tortib oldik. deb tushundirdi u. Bo'ldi, sizlar qaytinglar, dedi Temurchin. Ikki Mo'ng'ul ta'zim qilib chiqib ketdi. Temurchin o'zining oldida qopoqlarini turib o'ltirgan Tata Toңaga yana mixta qodilib qaradi. "Eting nima? Qaysi toyibning odamisan?" deb so'rdi u. Tata Toңa alamli qiyofatda bir tinib olgandan keyin javob berdi. "Etim Tata Toңa, Uyg'ur toyibsidan bo'laman." "Uyg'ur bo'lsang, bu yerda nima ish qilib yurasan?" Tata Toңa yana bir ig'ir tiniq elib Temurchinga tik beqib qaradi. "Men Nayman ordisida xizmat qilaman. Tayonxonning betikchisi va tamg'ichisi bo'laman." Temurchin bu gaplarni toza tushunolmadi. "Betikchi, tamg'ichi deganing nima u?" Tata Toңaning ko'zlarida endi hayronlik alomatlari ifodalandi. "Ajabo, shundoq cho'ng va kuchli toyibning hukmdori bo'lgan odam shunimi bilmasmi? Betikchi degan betik yozdigan amaldor, tamg'ichi degan tamg'ini boshqaruvchi degan gap." Temurchin bu gaplarni texmi tushunmadi. "Nimanda g'alati gaplarni qilsan, ay takabbur Uyg'ur. Bizning tilimizni obdan biladigansan. Tushundirib so'zlamamsan."
Tata to'ng'a o'ylanib qoldi. Endi buni qandoq tushundirish kerak? Qalamni siyoqchilab bitik yozamiz. Dedi u qo'lini xuddi xat yozayotgandek harakatlantirib. Ha, buni tushundim. Jin sonsulollari odamlarining ham biz yoqlarga keldigan musulmon savdogarlarning san aytganda qog'ozlarga bir nimalarni yozganligini ko'rgan. Lekin buning nima foydasi bor? Tata to'ng'a endi boyiqi ansirash va hayronliqlarni unutib, astoydillik bilan tushuntirishga tirishdi. Xalqning muhim ishlari, savdo tijoratdagi kirim chiqim, ilm berim ishlari bitik bilan xotirlab qoldirilsa, ishonchlik ham unutilmaydi. Temujin bu suhbatga butun vujudi bilan berilib ketdi. Sen Toyan xonning o'rnida nimalarni yozgan eding? Toyan xonning turli buyruq va yorliqlarini qog'ozga yozib, joy-joylarga yetkazatdik. Amaldorlarni vazifaga tayinlash va qoldirish to'g'risidagi uqtirishlarni mu yozatdik. Temujin tushunganligi ham qoyil bo'lganligini ifodalab, beshini asta lingshitib qo'ydi. Amisi bu nima? Deb so'rdi u o'zining oldiga qo'yilgan heliqi shalparga o'raqliq buyumni ko'rsatib. U tamg'a. Deb javob berdi Tata to'ng'a. Temujin shalparni yechdi. Darvaqa, shalparga o'ralg'ini tarashlangan sus yeshil qoshdeshidan yasalgan chosa shaklli tamg'a va bir quti qizil suruq edi. Temujin so'rashni davomlashtirdi. Biz tumirni qizitib, ot kallarimizning yonboshlariga urug' jamoatimizning tamg'isini bosamiz. Lekin bundaq tosh tamg'ini ko'rib boqmabdikanman. Bu nimaga ishlaydi? Xonning yorliqini qog'ozga yozib, ustiga mushu tamg'ini bosamiz. Bu yozilgan yorliqning chilliqini, soxta emasligini bildiradi. Temujin endi hukmdorlik talaffuzi bilan emas, do'stona ravishda so'zlashga boshladi. Bizda xallarning buyruq va yorliqlarini choparmanlar qo'shoqqa qo'shib eg'izcha yetkazadi. Agar sen aytgandek qog'ozga yozib tamg'i bisib yetkazilsa, texmi yaxshi bo'lg'idak. Shundaq, eg'izcha yetkazsa unutilib qilib, to'liq va aynan yetkazilmasligi mumkin. Temujin tasdiqlagan tarzda beshini irg'itdi va tamg'ini qo'liga elib, o'rib-cho'rib qarag'ili turdi. Buningga bitik o'yilganmi nima? Shundaq, tamg'iga bitik o'yiladi. Deb tushuntirdi Tata to'ng'a o'zining asirligini unutib va Temujinga yaqin kelib tamg'ini qo'liga oldida suruqqa tekkizdi. Ondan suruq qutisi o'ralgan qilin seriq qog'ozni tuzlab tamg'ini besib ko'rsatdi. Qog'oz yuziga chosa shaklli doira ichidagi qizil xatlar besilib chiqdi. Temujin qog'ozga qarab yana so'radi. Bu qandoq bitik? Ilgirman jin va sonsulollaridan kelgan elchilarning ham kun bitishdan keldigan musulmon savdogarlarning qog'ozlaridagi bitiklarni ko'rgan edim. Ularning bitiklari buningga zodi o'xshamaydi-ku. Shundaq, jin va sonsulollarining odamlari Xanzu yoziqida yozadi. Musulmonlar arab yoziqini qo'llanadi. Bu tamg'idagi Uyg'ur yoziqi. Buningga nima gaplar yozilgan? Deb so'radi Temujin oldidagi qog'ozga besilgan tamg'ining xetini ko'rsatib. Tata to'ng'a o'qib berdi. Ko'k tangrining kuch-qudrati cheksizdir. Xon shu tangrining zimindagi kuch-qudrati. Temujin qanoatlangan ravishda yana beshini langshitdi. Demak, Toyan xonmi Uyg'ur yoziqini o'qiy oladi ekanda. Shundaq, Naymonlarmi mush yoziqni ishlatadi. Tata to'ng'aga bargan seri qiziqib kelayotgan Temujin amdi sinoq nazarida uningga tikilib qaradi. Chin so'zingni aytqin aqani. Bu tamg'ini qo'yningga tiqib olib, qechib ketib, nega bormoqchisan? Tata to'ng'a yurakli holda chin so'zini aytdi. Men Toyan xonning xizmatini qilgan. Shunga uningga sodiq bo'lib, oxirgacha uning yanida bo'ldim. Toyan xon qazo topdi. Men uning taxt varisi kuchlikni tepib, bu tamg'ini shuningga topshirib bermoqchi edim. Toyan xon mening dushmanim. Sen uning muhim odam ekansan. Seni o'ltirib o'tishimdan qo'rqmadingmi? Acaba Toyan xonga sodiq bo'lganligingni mendan yoshirmadingmi?
Tata To'ng'aning chiroyida hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Ovozi titrab qolmadi. Ay g'olib Xaqon, boshliqimga sodiq bo'lish mening burchim. Endi sening davlatingning navbati keldi. Nima qilsang, ixtiyor o'zingda. Temujin bu gaplarni anglagandan keyin qoqoqlab kulib ketdi. Yaraysan ay bitikchi. Men sana o'xshash mushundoq sodiq, rostchil odamlarni qadrlayman. Seni o'limdanmi, qulluqdanmi ozod qildim. Endi chiqib oromingni olgin. Shunda qilib, Tata To'ng'a Mo'ng'ullarning orasida turib qoldi. Temujinning buyrug'i bo'yicha uningga ayrim bir kigiz uy berishdi. Yemek-ichmek taqsimotidami uni ayirib qo'yishmadi. Uningga hech kim olib qaramadi. Hech kim uningga dushmanlik ifodasini ko'rsatmadi. Chunki Temujin uni yoqtirib qolgan edi. Shu tariqada 2 kun o'tgandan keyin Temujin uni yana o'zining oq kigiz uyiga chaqirdi. Bu qitim Temujin uni xuddi ko'ni tunishlardek, balki ko'ni do'stlardek qabul qildi. Qani bu yoqqa kelib o'ltiring bilimlik oqsoqol. Dedi u o'zining yenidagi qoplon terisini qo'li bilan ko'rsatib va do'stona ravishda kulimsirab. Eshikdan kiribla paygoqda to'xtab qolgan Tata To'ng'a u ko'rsatgan o'ringa kelib o'ltirdi. Sizlar Uyg'urlar bilimlik odamlarni ulug'laganda nima deb ataysizlar? Biz bilimlik, ustoz bo'lishga loyiq odamlarni baxshi deb ataymiz. Amsi bundan keyin sizni baxshi deb atay. Tata To'ng'a baxshi, sizdan bir gapni so'rag'im kelyotdi. So'rang, qulig'im sizda. Temujinning chiroyidagi kulimsirash amdi muhim masala ustida o'ylanayotgan odamga xos astoydillik ifodasiga almashdi. Sizlarning yeziqinglar bilan mo'ng'ul so'zlarni yozg'ili bo'lamdi. Temujin kutilmagan bir savolni o'ttirg'i qo'ydi. Bo'ladi. Bizning yeziqimiz bilan har qanday toifning tilini yezib ifodalashga bo'ladi. Yaxshi. Siz endi bu yerdan ketmang. Siz mening o'g'illarimga ham navrilarimga Uyg'ur yeziqini o'rgating. Biz yana Ediqut elidan boshqa baxshilarni taklif qilayli. Barliq oqso'ng to'rlarimizning farzandlari betik yezishni o'rgansin. Siz bizga hurmatli ustoz bo'ling. Tata To'ng'a bu kutilmagan taklifdan mangdab qoldi. Qanday qilish kerak? deb o'yladi u. Toyanxon, kuchlik va boshqa tonish naymonlar uning ko'z oldidan suratlanib o'tdi. Toyanxon vafot bo'ldi. Tata To'ng'a o'zi boshqarayotgan tamg'ini endi Xonzoda kuchlikka bermoqchi edi. Lekin buningga amal bo'lmadi. U tamg'ini qo'yniga tiqib olgan holatda Mo'ng'ullarga tutqun bo'ldi. Xonzoda kuchlik hozir hayotmi? Naymonlar hozir nada? Ular nega ketgandu? Tata To'ng'a Mo'ng'ullarning qo'lidan qochib qutulgan taqdirdami nega boradi? Naymonlarni nadan topadi? Uning ustiga Xonzoda kuchlik marhum otasiga o'xshashmaydi. Mijozi bek o'sal. Tata To'ng'aning uning bilan ab bo'lib ketalishiga ko'zi yetmaydi. Yurti 5 baliqqa ketay desa, u yerda qora qitallar mushtumzo'rlik qilyotdi. Tata To'ng'a qitallar bilan uchrashib qilishni hargiz xohlamaydi. U o'sha qitallarga qarshilik ko'rsatib, Oltoyga qochib chiqqan emasmi? Xonzoda kuchlik hozir nega ketgandi? Tata To'ng'a og'zidan bu gapning qanday chiqib ketganini o'zimi sezmay qoldi. Bu nihoyat aniq. U endi Qiton hukmdori Gurxonning qo'yniga o'zini otidi. Kuchlikning uningdan boshqa boradigan yeri yo'q. Bu atrofdagi toyib xonliqlar ichida faqat shu Qitonlarla Naymonlar bilan quyuq aloqada bo'lib kelyapti. Ras, dedi Tata To'ng'a ruhi tushgan holda beshini tuvan silib. Mening savollarimga javob bermadingizmi, Tata To'ng'a baxshi? Bizga ustoz bo'lib, yeziq o'rgatishga qo'shildingizmi? Qo'shildim, dedi Tata To'ng'a mung yig'ib turgan ko'zlarini chetga elib. Yaxshi. Bugundan boshlab siz Mo'ng'ul ordusida betikchi, tamg'ichi va ustoz bo'ldingiz. Toyanxonning shu tamg'isi buningdan keyin mening tamg'am bo'lsin. Mening amr farmonlarimni siz qog'ozga yozib, mushu tamg'ini besang.
Endi mening buyruqlarimni choparmanlar qo'shoq qo'shib eg'iz yetkizdigan an'anaviy odatimizni o'zgartayli. Tata to'ng'aning taqdiri ana shundoq keskin o'zgardi. U endi Mo'g'ul esil zotlarga yeziq o'gitishni boshladi. Temuchining yorliqlarini qora siyoh bilan seriq qog'ozga yezib, qizil suruqliq tomg'ini besib, choparmanlarni yo'lga soladigan bo'ldi. Beshboliq shahridan chiqqan bu musofir baxshi shuningdan e'tiboran Temuchining, ya'ni keyin Chingizxon deb atalgan olam shumul Jahongirning eng yaqin va hurmatga sazovor odamlaridan biri bo'lib qoldi. Keyin Chingizxon uningga davlat ustozi degan favqulodda yuqori atoqni taqdim qildi. U Chingizxon imperiyasidagi muhim shaxslardan bo'lish sifati bilan Jungoning Yuan sulolasi tarixida yezilib qoldi. 9-bob. Do'stlarning judoligi. Mo'ng'ullar Toyonxon ordisiga bostirib kelganda To'xtamish bilan Tarlon bir to'p naymonlar ichida otlarni bo'lishiga qo'yib berib chopgan peti Oltoy tog'laridan yiroqlashdi. Patparaqchilik ichida ular ustozi Tata to'ng'anini topolmay qoldi. Taraf-taraflarga chechilib ketgan naymonlar to'p-to'pi bilan qayta yig'ilib, xonzoda kuchlikning atrofiga uyushdi. Hayot qolgan naymon to'rilari Toyonxonning qazo topganligini uqib, bu xonzodani xon qilib tikladi. Qaytadan birlikka kelgan naymonlar kuchlik xonning yetakchiligida kun petish tarafga ilgirlab ketmoqda edi. Ko'klam pasli kelganda tog' cho'qilardagi qor muzlari erib, jira va qoptonlardan sal bo'lib tuzlanga oqidi. Shuningga o'xshash Oltoy atroflarida qudratli bo'lib tunilgan buyuk naymon ulusi amdi tog'lardan tushib, edirlar va dalalarni qoplab saldek oqmoqda edi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Farhod Jilanning Idiqut yulduzi nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Toyonxon ko'ngilchak yaxshi xon edi. Endi umi yo'q bo'ldi. Kuchli xon otasiga o'xshashmaydigan odamkan. U faqat ko'zimga sig'maydi. Markitlarning to'xtabiki o'qyab yo'qlik dunyosiga ravon bo'ldi. U eliterdek chechilib, tarqilib ketdi. Naymonlarning kuchli xoni xuddi o'qdakka maralda qochib ketdi. Endi bu taraflarda bizga tahdid paydo qilgudak dushman qolmadi. Naymonlarni bosh ko'tarolmaydan qilib o'tishimiz kerak. Kuchlikni yo'qotish uchun men ayrim bir qo'shinni yurishga otlantiraman. Lekin Jamuqa nega ketdi? Buni bilmadim. Bugungi programmamizning diktorlari Mohira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon. Ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin. Mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim. Nazoratchi Gulbahor G'opur. Bugungi adabiy anglatish programmamiz mush yerda oxirlashdi.